Ayni kunlarda Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Yakkabog' tumanidagi belgilangan hududlar va tashkilotlar muassasalarida mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ko'paytirib, agrotexnik talab asosida parvarishlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Yakkabog' tumanidagi 20-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti va 8-umumta'lim maktabida manzarali va mevali daraxtlar ekish ishlari olib borildi. Yakkabog' tumanidagi 20-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Mahmadaliyeva Shohsanam bo'laman. Men bu yerda faoliyatimni 2021-yil 1-iyundan boshlaganman va bog'chamiz o'sha kundan boshlab faoliyat yuritib kelmoqda. Bog'chamiz kelgan vaqtida juda ham qarovga muhtoj, yashil makon dasturiga hozir kiritilgan hamma joylar yashil makon bo'layotganligi sababli biz hozir mana shu yashil makon loyihasida juda faol ishtirok etib, juda ham katta ishlarni rejalashtirganmiz, imkon qadar amalga oshirib kelmoqdamiz. Mana bu hozir ko'rib turgan holatlar bo'yicha gapirib beradigan bo'lsam, bu holatga kelguncha biz 500 dan ortiq daraxtlar, ko'chatlar, gullar olib kelib ekishga harakat qildik va mana shunday yaxshi natijaga erishdik. Hozir mana shu yashil makon bo'yicha yana oldinga qo'ygan rejalarimizni amalga oshirish uchun bir qator rejalar ishlab chiqdik va nasib bo'lsa bu rejalarni amalga oshirib beramiz. Men Yakkabog' tumani maktab va maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 8-umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori lavozimida ishlab kelyapman. Xo'jamurodov Sanjar Abdurasulovich bo'laman. Maktabimiz 2008-yilda qurilgan bo'lib, bugungi kunda maktabimiz 422 nafar o'quvchiga mo'ljallangan. Maktabimizda 524 nafar o'quvchilar mavjud bo'lib, bu o'quvchilarga 56 nafar pedagog xodimlar bugungi kunda ta'lim tarbiya berib kelmoqda. 2024-25 o'quv yili davomida maktabimizda Yashil makon umummilliy doirasida demak 300 dan ortiq mevali daraxtlar,
mingdan ortiq manzarali daraxtlar, ko'chatlar hamda bugungi kunda manzarali hamda mevali daraxtlarni ekib, yo'lga qo'yib obodonlashtirish ishlarini amalga oshirib kelmoqdamiz.